Assalomu alaykum. Men Abbosbek Abdullaboqiyev Banana TV platformasida Zulmatdagi yulduz do'nxvasining bosh qahramoniga ovoz beraman. Shuning uchun tahlil videoga ham o'zim ovoz berishga qaror qildim. Tayyormisiz? Demak, biz boshladik. Zulmatdagi yulduz do'nxvasi haqida batafsil va keng qamrovli ma'lumot. Zulmatdagi yulduz Xitoyning eng mashhur ilmiy fantastik yo'nalishdagi do'nxvalardan biri bo'lib, u mashhur yozuvchi I.I. Tomatayos tomonidan yozilgan roman asosida yaratilgan. Bu asar oddiy yetishtirish kultivatsiya janridan keskin farq qiladi va ilm-fan, genetika, kosmos haqida inson evolyutsiyasini markazga qo'yadi. Do'nxva faqat janglar, balki falsafa, mas'uliyat va insoniyatning kelajagi haqida ham chuqur fikr yuritadi. Asarning umumiy g'oyasi. Zulmatdagi yulduz asarining asosiy g'oyasi insonning cheksiz rivojlanish imkoniyati va kuch orqali tirik qolish tushunchasidir. Bu dunyoda kuch faqat ustunlik emas, balki mas'uliyat hamdir. Kuchli bo'lmaganlar yo'q bo'lib ketadi. Kuchli bo'lganlar esa butun sivilizatsiyalar taqdirini hal qiladi. Asarda inson odatiy mavjudot emas, balki kosmosdagi minglab irqlar orasida o'z o'rnini topishga harakat qilayotgan zaif, ammo irodali irq sifatida tasvirlanadi. Sujetning boshlanishi. Hikoya kelajakdagi Yer sayyorasida boshlanadi. Kutilmaganda butun dunyo bo'ylab RR virusi tarqaladi. Ushbu virus hayvonlarni dahshatli yirtqich maxluqlarga aylantiradi. Insonlar tanasini kuchaytiradi yoki butunlay nobud qiladi. Yerda mutlaqo yangi tartib yuzaga keladi. Shaharlarning katta qismi vayron bo'ladi. Insoniyat devorlar bilan o'ralgan bazalarda kun ko'rishga majbur bo'ladi. Tashqi dunyo esa maxluqlar hukmronligiga o'tadi. Shu paytda maxsus jangchilar, harbiy jangchilar paydo bo'ladi. Ular insoniyatning oxirgi umidiga aylanadi. Bosh qahramon Lu Feng. Asarning markazida Lu Feng turadi. U oddiy oiladan chiqqan, boylik yoki maxsus nasabga ega bo'lmagan yigit. Uning eng katta ustunligi mustahkam iroda, oilaga bo'lgan cheksiz muhabbat, hech qachon taslim bo'lmaslikdir. Lu Feng dastlab zaif va oddiy bo'lsa-da, u mashaqqatli mashg'ulotlar, hayot-mamot janglari va og'ir tanlovlar orqali asta-sekin kuchayib boradi. Muhim jihati shundaki, Lu Feng kuchga ochko'z emas. U kuchini o'z manfaatlari uchun emas, balki oilasi va insoniyatni himoya qilish uchun ishlatadi. Yer bosqichi. Asarning dastlabki qismi asosan yerda kechadi. Bu yerda maxluqlar bilan doimiy janglar, shaharlarni himoya qilish, jangchilar o'rtasida raqobat, resurslar uchun kurash. Lu Feng kuchli jangchiga aylanib borar ekan, u insoniyat yetakchilaridan biriga aylanadi. Ammo bu faqat boshlanishi edi. Kosmosga chiqish. Sujetning eng muhim burilish nuqtasi insoniyatning kosmosda yolg'iz emasligi ma'lum bo'lishidir. Yer koinotidagi eng zaif sayyoralardan biri ekanligi oshkor bo'ladi. Keyinchalik voqealar, yulduzlar aro imperiyalar, qadimiy texnologiyalar, kosmik irqlar, qonli urushlar atrofida rivojlanadi. Lu Feng yer jangchilaridan kosmik mavjudot darajasiga ko'tariladi. Kuch tizimi. Zulmatdagi yulduz asarida kuch tizimi juda qat'iy va ilmiy asoslangan. 0. O'quvchi boshlang'ich, o'rta, elita, yarim jangchi. 1. Shogird darajasi. 2. Sayyora darajasi. 3. Yulduz darajasi. 4. Koinot darajasi. 5. Shaxsiy maydon ustasi. 6. Olam ustasi. 7. Boqiy, lord, markiz va qirol. Har bir darajada boshlang'ich, o'rta va yuqoriga bo'linadi. 8. Koinot ulug'i. Boshlang'ich, o'rta, yuqori, koinot hukmdori. Eng yuksak koinot hukmdori. 9. Koinot ustasi. 1-darajadan 6-darajagacha. 10. Haqiqiy qirol. 7-darajadan 10-darajagacha. 11. Bo'shliq haqiqiy qiroli. 11-darajadan 13-darajagacha. 12. Boqiy haqiqiy hukmdor. 1-yulduz 14-daraja. 1-darajadan 10-darajagacha 2-yulduz. 13. Ibtidoiy xaos hukmdori. Yangi boshlovchi, oddiy, o'rta, yuqori, eng cho'qqi va mutlaq. 14. Qirol hukmdori. 1-daraja, 2-daraja, 3-daraja, cho'qqi daraja. 15. Hukmdor imperatori. Dastlabki bosqich, o'rta bosqich, kech bosqich, cho'qqi bosqich. Ultra chegarasi, yengilmas. Pastki darajadagi xaos asl hayot shakli. Dastlabki bosqich, o'rta bosqich, kech bosqich, cho'qqi bosqich, ultra chegarasi, yarim xaos asl hayot shakli. 16. Yuqori darajadagi xaotik asl hayot shakli. Dastlabki, o'rta, kech, cho'qqi bosqichlar. 17.
Jahon House asl hayot shakli. Dastlabki, o'rta, kech va cho'qqi darajalari. 18. Hukmdor. House asl hayot shaklining ajdodi. Birinchi ajdod. Har bir daraja genetik o'zgarish, tana va ong evolyutsiyasi, kosmik qonunlarni anglash bilan bog'liqdir. Texnologiya va genetika. Bu Donxuaning eng noyob jihatlaridan biri texnologiya va kuch uyg'unligidir. Bu yerda sun'iy onglar, kosmik kemalar, qadimiy meroslar, genetik o'zgarishlar katta ahamiyatga ega. Lu Feng ko'plab qadimiy sivilizatsiyalar qoldirgan meroslarni o'rganib, kuch oshiradi. Animatsiya sifati. Zulmatdagi yulduz uchli Donxua bo'lib, juda sifatli grafika. Realistik janglar keng kosmik manzaralar bilan ajralib turadi. Har bir jang sahnasi kuchli dinamikaga ega. Nima uchun Zulmatdagi yulduz boshqalardan farq qiladi? Ilmiy fantastik asos, mantiqiy rivojlanish, kuchli ammo real qahramon, keng miqyosli kosmik sujet, falsafiy mazmun. Asarning falsafiy tomonlari, asar faqat kuch haqida emas, u quyidagi savollarga javob izlaydi. Inson kuchga ega bo'lsa, mas'uliyati qanday bo'ladi? Kuchsizlar taqdiri qanday? Inson kosmosda omon qola oladimi? Shu savollarga javob topishingiz mumkin. Xulosa: Zulmatdagi yulduz bu oddiy Donxua emas. Bu insoniyatning kelajagi, kuch va mas'uliyat, kosmosdagi kurash haqidagi ulkan hikoya. Agar siz jiddiy sujet, mantiqiy kuch tizimi va yuqori sifatli animatsiyani yoqtirsangiz, bu asar siz uchun eng yaxshi tanlovlardan biridir va bu Donxuani o'zbek tilida sifatli tarjima va sifatli ovozda ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda marhamat. Banana TVda har hafta 10 o'yin bo'lgan qismlarni premyera qilamiz. Ana shu yerdan tomosha qilsangiz bo'ladi. Agar darajalar haqida yanada to'liq ma'lumot berishimni istasangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring.